O'limdan qutqaruvchi sharbat haqida eshitganmisiz? Bu sharbat 10 yillar davomida juda ham mashhur bo'lib kelmoqda. Buni tayyorlash esa faqat sizning 2 daqiqa vaqtingizni oladi. Bu sharbat organizmni energiya bilan ta'minlab, immunitetni mustahkamlaydi, qon ishlab chiqarish faoliyatini oshiradi va shu o'rinda saraton kasalligidan aziyat chekkan odamlarga ham tavsiya qilinadi. Sharbatni tayyorlash juda ham oson, lekin bitta kamchiligi shundaki, sharbatning ta'mi unchalik shirin deb ayta olmaymiz. Biroq bu sharbatni iste'mol qilishingiz bilan tezda buning ta'sirini sezasiz. Sharbat tarkibi oddiy qizil lavlagi va sabzidan tarkib topgan bo'lib, bu juda ko'p insonlarga tavsiya qilinadi. Ayniqsa ximiyoterapiya muolajasini olgan insonlar uchun juda ham foydali bo'lib, rak hujayralariga qarshi qurol vazifasini ham o'taydi. Shu sababdan ham odamlar bu sharbatni odamlarni o'limdan qaytaradi, ya'ni o'limdan qutqaruvchi sharbat deb atashgan. Agarda siz o'zingizda kuchli charchoq sezsangiz yoki tushkunlik, energiya quvvati yetishmayotgan bo'lsa, bu sharbat aynan siz uchun deb hech ikkilanmasdan ayta olamiz. Bu sharbatni tayyorlashda bizga 1 kilogramm qizil lavlagi, 1 dona limon, yarim kilogramm sabzi, 3 dona apelsin, 3 dona olma va 1 kilogramm tabiiy asal kerak bo'ladi. Mahsulotlarni yaxshilab yuvib, tozalab blenderdan chiqarasiz. Tayyor sharbatni faqat plastmas idishlarga solmang, maxsus shisha bankalarga solib xolodilnikka qo'yasiz. Har kuni ertalab och qoringa yarim stakandan ichasiz. Agarda siz muntazam ravishda bu sharbatni ichib borsangiz, 10 kun ichida tanangizda aql bovar qilmaydigan energiya hosil bo'lganini sezasiz.